Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Saxovat mufida joylashgan Mashrab va Feruzani xonadonlariga tashrif buyurdik. Ana hozir kunda xonadonlarda bularda bir qator loyiha paketlar mavjud. Mana hozir mollari dalada ekanligini aytdilar. Mana bu yoqda molxonasi, bu yoqda xashak xonalari mavjud. Mana bu yoqda yuqorida xashaklari bor. Sitkanlar tarafida mana tovuqlari ham mavjud. Mana hozir buzoqchasi bu yoqda, mana mollarni bolalari mana bu yoqda. Bir qator loyiha paket mavjud. Xonadonni Urganch rayonida 20 milliondan 70 milliongacha daromadni oshirish niyat qilganlar.